Bahrom bu yerda nima qilyapti ekan? Axir bu kerak-ku. Bahrom buni qayerdan oldi ekan? Buni tezda tagiga yetishim kerak. Bahrom, to'xta. Bahrom, to'xta. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsiz? Bu savolni senga bermoqchi edim. O'zing bu yerda nima qilyapsan? Ha, menmi? Qo'shni qishloqqa buvimnikiga ketayotgan. Mana bu nima? Bu nima, Bahrom? Men buni qayerdan bilaman? Nega mendan so'rayapsiz? O'zing tosh tagiga qo'ygan narsani nimaligini bilmaysanmi? Men gapingizga tushunmayapman, ustoz. Meni topolmaydi deb o'ylagandim. Xo'jayin, menga oxirgi marta imkon bering. Albatta, hamma qarzimni qaytaraman. Men shu paytgacha haqqimni ko'chada qoldirgan odam emasman. Albatta qaytarasan. Senga imkon berilganida vaqtida foydalanmading. Endi qarzingni moling bilan emas, joning bilan to'laysan. Xo'jayin, menga oxirgi marta imkon bering. Hammasini to'layman, hammasini. Buni ishini bitir. Xo'jayin, hammasini to'layman. Menga ozgina imkon bering. Bu ishlar tinchib ketguncha ko'zga ko'rinmay turlar. Shahardan chiqib ketlar. Kerak bo'lsalaring, o'zim aloqaga chiqaman. Yaxshi, xo'jayin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hop chiqlaring. Kimsizlar? Meni qayerga olib keldilaring? Meni qayerga olib keldilaring? Shumi bizni xitlarga sotgan? Menga qara muallim. Nima sen? Joningdan to'yganmisan? Tushunmadim. Nimani tushunmading? Nega iskovichitday odamning orqasidan qolmaysan? Ha, sen demak men o'quvchim Bahromni boshlig'i ekansan-da? O'zing tosh tagiga qo'ygan narsani nimaligini bilmaysanmi? Men gapingizga tushunmayapman, ustoz. Qani yur men bilan ichki ishlarga borib, o'shalarga aytib berasan hamma gapni. Ustoz, bunday qilmang, axir meni qamab yuborishadi. Buni senga kim berdi? Menga hammasini aytasan. Agar bor gapni aytsang, senga o'zim yordam beraman. Xo'p. Yur. Keyin sen borib xitlarga hammasini aytib berding, shundaymi? Seni deb hozir yarim odamim qamoqda. Men bilan bekor o'chakishding. Tinchgina maktabda bolalaringga dars berib o'tirmaysan, muallim.
Nima qilasan aqling yetmagan narsalarga aralash? Senga o'xshagan marras kimsalar yoshlarni giyohvandlikka o'rgatyapti. Senlarning ham bola chaqang bormi? Birovni niya umidda katta qilgan farzandini umrini xarob qilyapsanlar. Bo'ldi. Bunaqa tarbiyaviy soatingni maktabda bolalaringga o'tasan. Hammangni qamoqda chiritaman. Menga qara muallim. O'liklar gapirmaydi degan gapni eshitganmisan? Sen xotirjammi? Men guvoh qoldirmayman. Buni ko'mib tashalang. Qo'yar marras. Hayda. Murojaat etishga ruxsat eting, o'rtoq polkovnik. Ruxsat. Endi menga rasmiy murojaat qilmasang ham bo'laveradi. Bugundan boshlab nafaqadaman endi. Kel, o'tir. Ravshan aka, sizga ancha o'rganib qolgandik. Uncha-muncha yoshlardan ko'ra baquvvatsiz. Hali yana ancha ishlasangiz bo'lardi. Nafaqaga chiqdi degani bo'ldi tamom degani emas-ku. Agar yordamim kerak bo'lsa, bemalol. Shuncha yil vatanga xizmat qilib, qishloqdan uzoqda yurdim. To'g'ri. Otam ham ancha keksayib qoldilar. Endi qishloqqa qaytib, dadamni xizmatlarini qilib, duolarini olay. Yaxshi o'ylabsiz aka. Mayli. Omadingni bersin. Sog' bo'ling aka. Xudo xolasa imkon bo'lishi bilan ko'rgan borib turaman aka. Sen uchun doim eshigim ochiq. Endi menga ruxsat aka. Mayli, bora qol endi. Xo'p. Ovqatni suzayveraymi, o'rtoq polkovnik? Endi polkovnik emas. Nafaqadagi polkovnikman onasi. Ha-ya, esimdan chiqibdi. Hay, nega xafa bo'lasiz dadasi? Endi eng asosiy vaqtingizni oilangizga sarf qilasiz. Axir shuncha yil qizingiz ham, men ham sizni kutish bilan umrimiz o'tdi. Ha, to'g'ri aytasan xotin. Ha, aytgancha, narsalaringni yig'ishtiringlar. Ertaga qishloqqa ketamiz. Dada, o'qishimchi? O'qishingni qishloqdagi maktabga ko'chiramiz. Mayli, men do'stlarim bilan haylashib kelay. Ha, ertalab yo'lga chiqamiz. Xo'p. Dada. O'labbay. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom, baraka topinglar. Dada, Kelinglar. keldik. Bardamisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz dada? Yaxshimisizlar? O, mana Assalomu alaykum, buvajon. Assalom, barakalla. Barakalla ona qizim. Ancha katta bo'lib qopsan, vaqt Ha, o'tishini ha, qara. ha. Yaqinda yelkamda o'ynab, Ha, bir pasda katta bo'lib qopsan. Qani Ha. ichkariga kiringlar. Qani olib olaylik. Bular turaversin, bular turaversin. Shundaymi? Hop, hop. Qani, shunday. qani. O'zingiz yaxshimisiz dada? Bardammisiz? Albatta, o'zinglar yaxshimisiz? Rahmat dada, rahmat. Ha. Qo'lingiz dard ko'rmasin dada. Doimgidek oshingiz shirin chiqibdi. Osh bo'lsin bolalarim, yashanglar. Rahmat dadajon, juda ham shirin chiqibdi. Oshni boplaydilarda, meni bobojonim. Barakalla qizim. Umringdan baraka topgin. Dada, endi men bir og'aynilarim bilan ko'rishib kelsam. Endi o'g'lim, og'aynilaring bilan ko'rishish qochmaydi. Uzoq yo'ldan keldinglar. Kirib dam olinglar. Ertaga ko'rishaverasizlar. Xo'p, mayli. Shunaqa qila qoling. Mayli, xo'p, xo'p, xo'p. Kecha ko'rishganimizda o'g'lim bilan suhbatlashdik. Ha, yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muso Kelding aka, o'g'lim? yaxshimisiz? Ha. Keling, shu xush vaqt kelibsiz. Uydagilar, nabiralar yaxshimi? bo'lgin. Rahmat. O'zing yaxshimisan o'g'lim? Rahmat, rahmat. Nafaqaga chiqibsan deb eshitdim. Ha. Xo'sh. Endi rejalaring qanday? Ha, rejalarimmi? Yaqinda raisimiz ishdan bo'shadi. Mahalladagilar bilan maslahatlashib, seni nomzodingni hokimiyatga tavsiya etdik. Ha, Tushunmadim dada. seni nafaqaga chiqqaningni otang aytgan edi menga. Shuning uchun sendan so'ramasdan nomingni hokimiyatga taqdim etdik. Raislikkami? Yo'q ey, Muso ota. Ha. Men harbiy odam bo'lsam, mendan rais chiqarmadi. Rais degani muomalasi yumshoq, odamlarni ko'ngliga yo'l topa oladigan odam bo'lish kerak. Mendan rais chiqmasa kerak-ku. Ravshanjon, bizni qishlog'imizda hozir seni nomingdan boshqa yaxshi nomzod yo'q. Ozgina qattiqqo'lligu va intizom kerak. Shuncha yil qishloqdan uzoqda yurding bolam. Endi qishlog'imizga ham xizmat qiladigan vaqting keldi. To'g'ri. Sen 1-2 kun damingni ol. Keyin ishni boshlayverasan. Uzr, men hozir uzr. Ha, Fayzullo, labbay. Xo'p, endi ish qilib, xo'p desa bo'lgani. Xudo xolisa, xo'p degizdiramizda. Alo. Ha, Davron, yaxshimisan? Ha, o'rtoq polkovnik. Nafaqaga chiqib zerikib qolmayapsanmi? Ha, endi 2 kun bo'ldi-ku nafaqaga chiqqanimga. Hali zerikkanimcha yo'q. Seni kelganing munosabati bilan bolalar hammamiz choyxonaga osh buyurib qo'ygan edik. Bugunmi? Albatta. 2 soatdan keyin mahalla guzarida ko'rishamiz. Yes, boramiz. Kenday olib ketayiriz-a? Ichaman, baribir ichaman. Butun qishloq oldida sharmanda qildingiz. Sekura gapiring. Hoy, uyga boraver, men o'zim boraman. Qalaysan polkovnik? Yaxshimisan do'stim? Eson-omon kelib oldingmi? Nafaqaga chiqib zerikib qolmayapsanmi? Menga qara. Ha, ana u bola. Salim akaning o'g'li emasmi? Ha, o'sha.
Salim aka, o'g'lim chempion bo'ladi deb yuradilar doim. Ha, Salim aka olamdan o'tgandan keyin o'g'li shunaqa ahvolga tushib qoldi. Ha, e'tibor berma, o'zingdan gapir. Nima uchun e'tibor bermas ekanman? Salim aka qachon olamdan o'tdi? Nima bo'ldi o'zi? Avtohalokatga uchradi o'tgan yili. Shunaqa bo'ldi degin? Ha, Ha, shunaqa ahvolga tushib qoldi. Sal o'zini qo'yib yuboribdi bola. Salomat. Iya. Ha, Ravshan yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Oshga buyurtma berib qo'ydim. Ravshan, sen mashinangni shu yerda qoldir. Meni mashinamda ketamiz. Davron, sen do'konga kirib mana aytsang, do'konchi senga paket beradi. Uni mashinani bagajiga sol. Ha, xo'p. Ishlaring yurishib ketibdimi, Karim? Avvallari Ravshanning qo'lida ishlarding. Endi u seni qo'lingda ishlayapti. Ha, ishlarim yaxshi. Endi bu hayotda nimalar bo'lmas ekan? Eshitishimcha, rais bo'lmoqchi ekansan. Tavba qildim. Qayerda ishla qolding? Bu qishloqda nima yangilik bo'lsa, birinchi menga yetib keladi, do'stim. Senga maslahatim, rais bo'lma. Nima qilasan, og'rimagan boshingni og'ritib. O'zi endigina nafaqaga chiqqan bo'lsang, agar juda ish kerak bo'lsa, menga ayt, hammasini hal qilaman. Ish kerak bo'lsa, senga aytaymi? Qani bola, ketdingmi? Men o'zim mashinamda boraman. Yaxshi unda Davron, sen Ravshanni dala hovliga olib bor. Qanaqa dala hovli? Choyxonada o'tiramiz deganding-ku. Choyxonachi dala hovliga kelib osh qilyapti. O'sha yerda xotirjam o'tirib gaplashamiz. Qolgan bolalar qayerda? Hammasi dala hovlida. Qani ketdik unda. Yana ichib keldingmi, bolam? Assalomu alaykum oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Senga nima bo'lyapti, bolam? O'zingni o'zing yeb bitiryapsan-ku. Otangni o'limida seni aybing yo'q axir. O'zingni ha deb ayblaverma. Nega ayblamas ekanman? Axir ayb menda-ku. Otam meni deb o'lib ketdi. O'shanda mashinani men haydamaganimda hozir otam yonimizda bo'lardi. Unday dema, bolam. Eng alamlisi nima bilasizmi, oyi? Rolda men edim-ku. Nega men o'lib ketmadim? Men o'lganimda bunchalik qiynalmasdim, oyi. Unday dema, bolam. Meni ham qiynab yubording. Yig'lamang, oyi. Davron, senga nima bo'ldi? Katta tadbirkor eding. Nega bu ahvolga tushib qolding? Buni tarixi uzun, do'stim. Bugun kayfiyatni tushirmaylik. Ha, mayli, o'zing bilasan. Karim kelishini bilganimda kelmasdim. Bilasan-ku, bolalikdan Karimni yoqtirmayman. Bolalikdan o'zi yolg'onchi bola edi. Mayli, e'tibor berma. Mana gap bilan bo'lib yetib kelibmiz. Shu Karimning dala hovlisi. Mana shu yer? Ha, mana shu yer. Mana shu yer, mana. Mana yetib keldik. Bugun bir gurunglashaylikchi.
Qani og'ayni? Yo Ol. rahmat. Sizlar bemalol. Qo'limni qaytarma og'ayni. Rahmat. Men ichmayman. Ha mayli, majburlash yo'q. O'zi maktab davrida ham shunaqa qaysar bola eding. Bolalar bilan darsdan qochib futbol o'ynab, sen biz bilan umuman bormasding. O'qishga mukkangdan ketgan bola eding. O'shanda seni yo o'qituvchi yo olim bo'ladi deb o'ylagandik. Lekin taxminim xato chiqdi. Harbiylikni tanlading. Umring tog'i toshlarda uzoqda o'tib ketdi. To'g'ri. Umrimiz tog'i toshlarda o'tib ketgandi. Lekin shuni yaxshilab qulog'ingga quyib ol. Biz harbiylarning umri o'sha tog'i toshlarda o'tayotganligi uchun ham sen kechasi tinch uxlayapsan. Bo'ldi og'ayni, qizishma. Assalomu alaykum. Kamchiliklar yo'qmi? Esikdami Karim? Mahallamizda Hadicha buvi bo'lardilar. O'zlari yolg'iz yashardilar. Ha, esimda. Endi maktabni tamomlayotgan paytlarimiz edi. O'sha paytda Hadicha buviga bir og'iz aytmasdan qo'yni bozorga olib chiqib sotib olgan eding. 3 kun darging bo'lmagach, Hadicha buvi menga aytgan edi. Ha, esimda. Sen meni shahardan tutib kelib rosa do'pposlaganding. Ha, endi yoshlikda nimalar bo'lmaydi. Vaqt o'tgan sari odam ham o'zgarar ekan. Zamon o'zgardi. Hozir qara, qanday holatdaman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oshni suzaveraymi? Ha, suzaver. Xo'p, bo'ling. Alo, ha, yaxshimisan? Ha, hozir. Ovozing yaxshi kelmayapti. Bola, men hozir. Mayli. Men hozir. Hozir. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Davron, ana u choyxonachini tanimadim. Ha, u odammi? Karimni choyxonasida ishlaydi. Bu yerlik emas. Ha. Bolalaring katta bo'lyaptimi? Ha, Xudoga shukr, katta bo'lishyapti. Qizing ham katta bo'lib qolgandir. Oxirgi marta ko'rganimda endigina maktabga chiqqan edi. Ha, bu yil maktabni tamomlaydi qizim. Adashmasam, seni qizing bilan tengdosh edi shekilli. Ha, meni ham qizim bu yil maktabni tamomlaydi. Salom. Salom. Yaxshimisan? Meni ismim Sevara. Meni ismim Buli. Tanishganimdan xursandman. Sen mabodo shahardan kelgan Ravshan akaning qizi emasmisan? Ha, Ravshan akaning qizlariman. Ha, men dadangni yaqin o'rtoqlari Davron akaning qizlari bo'laman. Hali yaxshi tanimay turib sensirab chaqirganimga hayron bo'lma. Men o'zi shunaqa, o'zimga yaqin olgan insonlarni sensirab chaqiraman. Hech qisi yo'q. Uni ustiga tengdosh ekanmiz-ku. Shunaqa. Ha. Qishloq ancha o'zgarib ketibdi. Mehr oqibat umuman yo'qolib ketibdi. Avvallari bu qishloqda bir kishini boshiga bir tashvish tushsa, butun qishloq yordam berardi. Hozir esa birovi o'lib ketsa ham hech kimni bir-biri bilan ishi yo'q. Ha, dadasi. Nimaga uxlamay o'tiribsiz? Musa otani taklifini qabul qilmoqchiman onasi. Endigina nafaqaga chiqdingiz-ku? Uyda o'tirib ham bekor nima qilaman? Doim ishlab yurgan odam uyda o'tirib qolsa bo'lmaydi-da. Qani, ha, o'tiring. Bu yoqqa o'taymi? Ha, siz joyingiz. Xo'p. Sizniki bo'ldi endi bu yer. Qani o'tiring. Ha,
joyingiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana shu joylarda yaxshi ishlarni olib boring. Rahmat. Qani endi bitta duo qiling. Qani amin. Qani ilohi amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik Amin. bo'lsin. Mana shu mahalla eng namunali mahalla bo'lsin. Amin. Ishlaringizga Alloh madadkor bo'lsin. Amin. Endi mana shu mahallamizni siz yangi raissiz. Muborak bo'lsin. Allohu akbar. Muso ota. Avvalo menga bergan ishonchlaringiz uchun katta rahmat. Men ham sizlarning ishonchlaringizni oqlashga harakat qilaman. Ha, yonimda bo'lib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Albatta, albatta. Yoningizda biz bo'lamiz. Assalomu alaykum. Rais buva, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, selim. Qani, o'tiring. Marhamat. Xo'sh, xizmat singlim. Rahmatli erim. O'tgan yili avtohalokat sababli olamdan o'tdilar. Avtohalokat payti rulda o'g'lim bo'lgani uchun haligacha otasini o'lmida o'zini ayblaydi. Boksni ham tashlab yubordi. Bezori bolalarga qo'shilib har kuni ichgan. Shu o'g'limga o'zingiz dakki berib qo'ysangiz, to'g'ri yo'lga boshlasangiz deb kelgandim. Axir siz harbiy odamsiz. Ko'p yigitlarni tarbiya qilgansiz. Ha, tushunarli. Mayli singlim. Men o'zim o'g'lingiz bilan gaplashib ko'raman. Siz hadeb siqilavermang. Hali Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Xolmaylar yigitlar. Sizlarni tanimayroq turibman. Kim o'g'lisizlar? Bizni tanimaysiz. Biz bu yerdan emasmiz. Biror muammo bormi, boboy? Yo'q, muammo yo'q. Azamatni do'stimisizlar? Buncha ko'p savol berasiz, boboy. Boring, yo'lingizdan qolmang. Kattalar bilan qanaqa qilib gaplashishni otang o'rgatmaganmi? Hoy boboy, otamga til tekkizmang. Yoshingizni hurmat qilib turibman. Sal yoshroq bo'lganingizda mana bu ariq ichiga joylab qo'ygan bo'lardi. Qani unda bir urinib ko'rchi. Ha, nimaga jimib qolding? O'zingizdan ko'ring, boboy. Ha, ketdi etishdi. Hey. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Siz kimsiz? Men mana shu qishloqni yangi raisi bo'laman. Azamat, bular kim? Bular meni do'stlarim. Tinchlikmi? Oying sendan xavotir olyapti. Men oldimga kelganda onangni ancha diqqat qilib qo'yibsan. Bezori bolalarga qo'shilib nimalar qilib yuribsan? Hayot o'zimniki. Menga qanday yashashni o'rgatish shart emas. Azamat,